Baş beyaz bir şopur maktabı palet qilamiz degan tuqqalma film to'liq ko'ramiz. Masalan, şopur maktab 20 bani palet qilamiz tuqqalma. Bu film 6 raqamli o'qish do'stlarimiz pishib taqdim, yurib ketdik. Teshqima. Ana avalangiz yaxshitingizmi? Yaxshi, men bir taqib qo'ysam. Hozir shu sizlarning shopur maktabda shu kelishga ib qolsa, nech pulga oldi? 3280 koy. Shu asli bas bo'yichami? Bir paletlar bormi? Hayat qimmatli chuma ish bad bo'ladi hozir. Unda qolsa. Shu joy hozir bormi? Kiraman praktikashda. Tuqqal hozir maktab moderndan ishxonasiga keldik. Unda ishchi kirib boqayli. Teshqima. Palet qilib keldim-ga. Mush o'ttirdilar kesetlarida maktabda shu. Men Nurg'un qarindashimiz maktabga ketgan, ota-onalar maktabga ketdi. Mush ta'til vaqtida bir shopur maktabdan palet qilgan bo'lsa, bash beyaz deb shu. Maktabning har xil sharoit pek yaxshi bo'lgandan keyin shu mush maktabga kelib qoldim. Endi men Nurg'un ota-onalar ta'til vaqtida bolam tezroq kelishga ilg'agan bo'lsa, shopurlik kelishga maktabga ketgan. Shu endi talab fikr bek shug'urgan ekan. Yerim vaqt birinde kelib qoldim. Yerim ba'da qilolmaydi. Biz hozirmi shu o'quvchi bolalarga ali maktab imtihon berib qo'ygan yoki ta'til keldigan o'quvchilarga faoliyat qildi deb tayyorlik qilayotgan. Bundan bir anglab baqsaq bo'lamiz sizlarning shu faoliyatni. Biz shu barliq o'quvchi bolalarga 680 koy e'tibor qilmoqchi. O'quvchi bolalarga 680 koy. Ha, 680. Bo'ldi. Qish vaqtidan bir faoliyat qilgan to'qcha. Shu vaqtda mana tejan qilgan jizlar batda hozirmi bormi? Hozirmi bor. Qarasam aramilish o'rnidim shunda jiqib balla o'ltirib chiqdi. Evet, saqlab. Hozir kontiyon mig'ilgan qarasam. Qish vaqtida mengamda ya. To'liq mangda. Qala ma hakazalam shu 200 maydonda shu aramilish uyda qish vaqti to'ngab qolmaysizlar, yoz vaqti talab qolmaysizlar qala. Aningdan keyin davosam shu 680 ko'mish o'quvchilar qartilgan faoliyatmi? O'sha butun xalqimizga qilsak bo'ldi faoliyatlarni. Rost shuni so'rab baqsam, bavulliq sizlarning shu maktab hozir nima bor? Shuni bir qayta aytsangiz. Bizning shu maktabimiz Jingo bozori, Beyangjin bozori, Yetim o'qim yesi, Barin yesi shu maktabimiz bor. Bo'ldi. Mush atrofda tuqqanlar shu bevosita cho'ng maktab kelib yoki shu maktab pul to'lab deb qaysi maktab sizlar qulaylik bo'lsa shu maktabga chiqib o'rgansanlar bo'ldi. Undan keyin 300 turga ish qilgan mashinalar bormi? Bizningki shu meshq qildirib, ya'ni opirib qo'yilgan mulozimat mashinasi bor. Voy, nima degan yaxshi. Undan so'ng bunda qilajam, hamma sharoitlar beklam yaxshi bo'lgandan keyin undan so'ng faoliyatning hammani shu xalqimizga qilyapsak. O'quvchi bolalarga 680 koy e'tiborni qilib deb o'ylashyapmiz. Unda olib qolsam, bunda qiluvchi. Men mang'achilikqa tashviqot varaqlarni taqib turib ekan-ku. Shuni ko'rdimchi. Ondan keyin bayam meya kelib o'tib, kovshanlarni chizib qo'yibsizlar, har xil chiroyli kovshanlar. Uni ko'rib qoldim-chi. Men shu faoliyatni bir o'ylashqandim, men davosam shuni bir deb baqsam, anglab baqsa bo'ladimi? Deb baqam. Endi shu o'quvchilar bo'lib qolsa 680 ko'ysizlarni e'tiborni qilsak, undan keyin meni qo'yishib olib, bu pulni yurak besib, saqlab olib, maktab ilib kelsanglar 180 ko'p pulni e'tibor bo'la olasizlar. O'sha sizlarniki shopurlik maktabniki o'sha tashviqotlarni ib kelsa, ya'ni 180 qo'shib jami 680 ko'p e'tibor qilsak. O'xshash qilyapmizmi? O'xshash qilsak bo'ldi. Ana qarindoshlarimiz bir kinishkini elib toza. Xotirjam mashina edisan. Siz kepsiz endi qilib etdilar. Bo'ldi, rahmat. Tuqqalanaz maslak faoliyat tushuntirib qo'yamiz. O'quvchilar 680 koy maktab kelsanglar e'tibor qildi. Bundan boshqa xalq ammasi maktab bevosita kelib qolsanglar 500 koy. Bu film yurak besib yoki atrofini taq deb, anoniki maktabdan boshqa tashviqot varaqlar bo'lib qolsa, shuni olib kelsanglar 180 koy e'tibor qildi tuqqalar. Jami 680 koy o'quvchi bo'lsin mayli, har qanday odam 680 koy e'tibordan bahramand bo'la oladi. Anoniki maktab kelgan onun boshqa hech qanday haq qilinmaydi. Bir mocha haq. Bo'ldi. Mushu e'tibordan sirat jami 2600 ko'l kelishgan olasizlar tuqqalar. Onun boshqa hech qanday haq ilinmaydi. Faoliyatning vaqtini sizlar necha kun qilish o'ylashqandinglar? 15 kun. 15 kunmi? Unda olib qolsa menda qilishim shu film yo'llagandan boshlab 7-yil birinchi kun ishlam qilsa qanday yana 15 kun qo'shaplam. Mayli, qildi. Bo'ldi. Undan keyin so'rab baqsam, mayli bayam kelgach, kovjanlar tizib qo'yib ekansizlar. Undan keyin ma'ni deyishmatmizchi, ma'ni bir faoliyat qo'shyaptilar. Biroz tizilma deb qolsa, shu to'nishdagi odamga bir tal kovjan sovg'a qilsak. Buni endi faoliyat qilyaptilar. Rahmat. Unda olib qolsam, shu qarindoshimiz sizimni numar maktabga bos kelsa yoki shu aloqa qilish numarimizni deb bersin maktabniki. Aloqa qilish numari 0998 57 98 900. Bu maktab nomerimi? Maktab ishxonasi. Yana numardan bir deb bersiz o'tga. 186 0998 68 87. Tuqqalar mush numara telefon qilib tizilmasanglar bo'ldi yoki bevosita maktabga kelsanglar bo'ldi tuqqalar.
Buyan adresi Qalıq Nahiye, Nanxuan Sirayını qarışdırıb, yəni Yeni Beketinin yan tərəfi Qalıq Nahiye Şunqar Şoburluq Məktebi. Məşəkkillər fəaliyyət qatnışanlar buldu. Fəaliyyətin vaxtı şu film yollağandan başlap 2024 7-ci ayının 1-ci günü çıxdı olmuşlar tuqalar. Bu filmni kinçik aliment degan tuqalar qılıb, ətrafını tuqalar, kuşlar tuqalar tuqalar. Keyinki məzmunat təxəm sərxil bu film ətrafını tuqalar qılıb, şirək bisib, meni qoşutmaq, mən baş piyaz.